dvigatel bloki bilan boshi o'rtasida prokladka nimaga kerak? Shusiz iloji yo'qmi? Ishlab chiqaruvchilar dvigatel blokni chugundan, silindr boshini esa alyumindan qiladi. Bu ikkalasi issiqlikda har xil kengayish va qaytish darajasiga ega. Katta issiqlikda prokladkasiz dvigatel ko'proq deformatsiya bo'lib, germetik to'siq yo'qoladi. Ana shu paytda sizga prokladka kerak. U nafaqat havo o'tkazmaydigan metal kompozit qatlam, balki dvigatel ichida bir vaqtda 3 ta jarayonni boshqaradi. Kompressiya hosil bo'lishini, moy aylanishini, antifriz haroratini sovutadi. Ya'ni shu uchalasini bir-biridan ajratib, qo'shilib ketishini oldini oladi. U kuysa kompressiya yo'qolib, mashina tortmaydi. Antifriz moy bilan aralashadi va moy milkshake'ga aylanadi. Antifriz esa bakda kamayadi. Suyuqliklar esa o'z funksiyasini yo'qotadi. Demak, qizish eng katta dushman. Sovutishni optimallashtirish yetarli bo'lish uchun radiatorni yangisidan o'rnatib qo'ying. Masalan, Mansuro radiatorlari xuddi zavod radiatori kabi sovutishga ega. Kanallari ko'p, plastik qismlari sifatli, kafolatga ega va hamyonbop. Biz bilan bog'laning.